Hammaga salom. Bugun menga eng ko'p berilgan savollarga javob beramiz. Birinchi savol: qayerdansiz? Buxorolik. Ismingiz nima? Ismim Shahina. Eng yoqtirgan musiqasi bu Что зачарование. Blackpink'dan bersiz Jennie. YouTube knopka berdimi? Kelinglar bugun hamma bergan savollarga javob beramiz. Yo'q, hali YouTube knopka bergani yo'q. Yaqinda beradi. Telefoningizda 7 kanal ochganingizni kim biladi? Va to'ningiz qarshi bo'lmaganmi? Yo'q, hamma biladi YouTube kanalim borligini, lekin ota-onam qarshilik bildirishmagan. Baby Monster'dan bersiz Faridda. Kanal birinchi ochganingizda birinchi obunachi, birinchi efir ishlarida qanday his-tuyg'u bo'lgan? Birinchi efirda hayajon bo'lganmi? Vay, da, конечно, hayajon bo'ladi. Qarasam endi efirni yoqqanman, lekin o'chirish bilmaganman-da. Keyin bir balo qilib o'chirganman, lekin bilmayman qanday qilib o'chirganimni. Lekin hayajon katta bo'lgan. Nechinchi yilsiz? 2013. Yilim ilon emas, lekin dilim. Birinchi kanal ochganingizda obunachi sportdan yetib ketganmi yoki ko'tarish qiyin bo'lganmi? Birinchi kanal ochganimda 200 tacha bo'lganimda aktivni ko'tarish vashshe qiyin bo'lgan. Danu vashshe emas, lekin qiyin bo'lganda. Keyin sekin уже aktiv bomba bo'lib ketgan. 2ga 3gacha, keyin yana oz tushib, ana ko'tarilib ketgan. Mansiga video yozsam atvet qilarmizda, albatta. Yoqtirgandiramiz, darbida ruh. Короче, video tugadi. Keyingi video qanaqa bo'lsa, javob bilan kommentariyada kutaman.